Ve avo aka. Ve menga qarang. Ve tinchlik bormi o'zi biz uyda aka? Ve qachon qarasa janjal bo'lgani bo'lgan. Bir tarafda bolalar, bir tarafda xotinlar, donga tegdi aka hammasi. Ve bemalol ishlolmayapti aka. Na ishda tinchlik bor, na uyda tinchlik bor. Ve aka bo'ldi-da yetadi. Baribir bittani cheketish kerak. Kattasi men kichkinaman aka. Sabrda ham chegarasi bor. Ve qachon cheketasiz aka? Yana kim ekan? Razonga qo'yishdi. Alo, yana nima deysan? Gaplashdim, baraka toptir akam bilan gaplashdim. Chiketadi, hozir uyga borib yana gaplashaman. Ve meni hech bo'lmasa ish joyimda tinch qo'yishgan. Ayki keldingmi? Ha, aç getirdim mana aka, hozir chiqib ketdim mana. Hop, keldim. Assalomu alaykum. Assalom. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Ishlayapsizmi, charchamasizmi? Sizga arzimaga sovg'am bor. Mana shu mashinaga yaxshi kunlarga minib yuring iloyim. Arzimas ham sovg'amni qabul qilasiz. Yaxshi kunlarga minib yuring. Mana ish joylariga boshlarga kelib, boshlarga keting aka. Uka, men bir narsaga ijozatman. Nimaga aka? Kelin bilan oilaviy muammolar bo'lmaydimi? Nima deganingiz bu aka? Siz bizni yedirdingiz, ichirdingiz, o'qitdingiz, uyladingiz, uylik qildingiz. Aka, o'zingiz aytardingiz. Erkak kishi gapi o'tadigan xonadonda hech qachon jigar bag'la o'rtasida janjal bo'lmaydi aka. Arzimas sovg'am qabul qilasiz aka. Rahmat. Erkak kishi gapi o'tadigan xonadonda hech qachon jigar bag'la o'rtasida janjal bo'lmaydi aka. Arzimas sovg'am qabul qilasiz aka. Rahmat. Ketsa dunyo, moling ketsin, baxt ketmasin. Aka, uka bir-birindən voz kechmasin. Ketsa dunyo, moling ketsin, baxt ketmasin. Aka, uka bir-birindən voz kechmasin.